Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Madaddan 5 daqiqa loyihasini davom ettiramiz. Fuqarodan quyidagicha savol kelgan. Assalomu alaykum, men 30 yoshdaman. Erim bilan ajrashmoqchiman. 1 yosh farzandimiz bor. Ikkinchi turmushimiz. Erim meni har doim uradi, uydan chiqarib yuboradi. Men u bilan yashashni xohlamayman. Tezroq ajrim berish iloji bormi? Oila kodeksi 40-moddasiga ko'ra, nikohdan ajratish to'g'risidagi ishlar sud tomonidan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksida da'vo ishlarini hal qilish uchun belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Sud ishning ko'rilishini keyinga qoldirib, er-xotinga yarashish uchun 6 oygacha muhlat tayinlashga haqli. Sud er-xotinga yarashish uchun muhlat tayinlab, ishning ko'rilishini keyinga qoldirgan taqdirda, er-xotinning birga yashash joyidagi fuqarolar yig'inining yarashtirish komissiyasini, agar ular birga yashamayotgan bo'lsa, har birining yashash joyidagi fuqarolar yig'inining yarashtirish komissiyasini er-xotinni yarashtirish bo'yicha tegishli choralar ko'rish uchun 3 kundan kechiktirmasdan yozma ravishda xabardor qilishi kerak. Sud oilaviy maishiy zo'ravonlikdan jabrlangan shaxsning talabiga ko'ra yarashish uchun muhlat tayinlamaydi. Xulosa qilib aytganda, agar siz tazyiq va zo'ravonlikka uchragan bo'lsangiz va buni tasdiqlovchi tegishli hujjatlar bo'lsa, sud 6 oy muhlat tayinlanmasdan ajrim qilish vakolatiga ega. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.